Qozi! Qozi! Qozi qayerda? Men qoziman. Xo'sh, o'zing kimsan? Men yurtingizga kelgan bir musofirman. Solih inson Lut alayhisalomni ko'rib ketish uchun bu yerga kelgan edim. U zotni podshoh saroyida deb aytishdi. Saroy oldida eshagimni bog'lab, Lutni surishtirgani ketgan edim. Qaytib kelib qarasam, mana bu odam eshagimni yetaklab ketayotibdi. Odamlarni yordamga chaqirsam hech kim qayrilib ham qaramadi. Ketidan yugurib yeta olmadim. Bir necha kundan beri uni qidirib yurgan edim, bugun ko'rib qoldim. Mayxonada sharob ichib o'tirgan ekan. Eshagim qani deb so'rasam, sotdim. O'shani puliga ichyapman dedi. Bu noinsof. Xo'sh, sen nima deysan? Birinchidan u qozixona haqini to'lamadi. Shuning uchun uning da'vosi inobatga olinmasligi kerak. Men bo'lsa, mana to'layapman. To'g'ri. Juda ham to'g'ri. Seni da'voing inobatga olamiz, gapiraver. Men bu eshakni ko'chada ko'rib qoldim. Bechora adashib qopti-da. Gapirishni bilmasa, yotadigan joyi bo'lmasa, yeyishga ovqati yo'q bo'lsa deb o'yladim. Unga rahmim keldi. Qisqaroq qil, da'voyingni tushunarli. Bir yaxshilik qilay dedim-da, uni yetaklab uyimga olib ketdim. Boqdim. Keyin bir yaxshi odam uni mendan sotib oldi. Yaxshi niyat bilan qilingan ish gunoh yoki jinoyat bo'lmaydi. Sening aslida niyating yaxshi bo'lgan. Sendan sotib olgan kishining ham niyati yaxshi. Bu ishda aybdor faqat mana bu odamning o'zi bo'ladi. Men? Ha, sen eshagingni o'z holiga tashlab qo'ygansan. Endi hukmimiz mana bunday bo'ladi. Sen bu odamga eshagingga boshpana bergani va uni boqqani uchun uning haqqini to'laysan. Vassalom. Hazillashyapsizlarmi? Yo rost gapiryapsizlarmi? Bu nima maynavatchilik? Men guvohman, hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men ham o'z ko'zim bilan ko'rdim. Masala oydin, biz o'z hukmimizni aytdik. Gap tamom. Yashasın adolat! Yashasın adolat! Yeganingiz harom ekan sizlarni. Guvohliklaringiz yolg'on ekan. Sizlar odamlarni yaxshilikdan qaytarib yomonlikka, razolatga undar ekansiz. Mushtum zo'r, jirkanch, yo'l to'sar ekansizlar. Bu dunyoda hech kim sizlarchalik qabohatga, fahshga berilmagan. Sizlar Allohni unutgan ekansiz. Alloh sizlarga o'zligingizni unuttiribdi. Demak, qazoyingiz yaqin.